Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmmіңizlər xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 60. növbətlik Münxen Xavfsizlik Kengashi yig'indagi faoliyatlarini oxirlashtiribla 19 fevral Germaniyaning poytaxti Berlinga yetib kelgan Dunyo qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim, qurultay Berlin ishxonasining mudiri va qurultayning bayonotchisi G'ayur Qurbon apandimning hamrohligida Germaniya federal parlamenti va hukumat organlarida bir qator muhim uchrashuvlarda bo'ldi. Shundaqla 2024 yillik Berlin tinchlik film festivaliga taklif bilan qatnashib, festivalda Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonimni o'z ichiga olgan bir qism yuqori darajalik arboblar bilan ko'rishib, suhbatlashish fursatiga ega bo'ldi. Shu kuni tushdan burun Dolqin Aysa boshchiligidagi hay'at oldi bilan Germaniya federal parlamentida Germaniya Xristian Birlik partiyasi kishilik huquq guruhining a'zolariga mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar qaratgan chegara hal qilgan bostirish siyosati va Germaniyada yashayotgan Uyg'urlarning Xitoyning bu xil siyosatining ziyonkashligiga uchrash ahvoli haqida tafsiliy doklad berib o'tdi. Germaniya Xristian Birlik partiyasi parlamentlar guruhining talabi bilan o'tkazilgan mazkur doklad berish yig'iniga Germaniya asos qonunni qo'g'dash idorasining raisi ve Germaniya federal hükümeti bexatarlik organlarının bazı xodimlari teklif qilindi. Germaniya Xristian Birlik partiyasi 197 nafar parlament a'zosi bilan Germaniya federal parlamentida ikkinchi cho'ng parlamentlar guruhisini tashkil qilgan bo'lib, mazkur partiyaga mansub ba'zi parlament a'zolari Germaniya federal parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishida boshlamchilik rolini o'ynagan edi. Dolqin Aysa va G'ayur Qurbon apandilar parlament a'zolariga bergan dokladlarida Xitoyning chet ellardagi, shundaqla Dunyo qurultayining markazi joylashgan Germaniyalik Uyg'urlar qarta tehdit silish, ularning vatan guruh tuqqanlarini go'riga ilish orqali psixologiyalik zarba berish, ularni Xitoyga qarshi hech qanday harakatga qatnashmaslikqa, aksincha Xitoyning tashviqotchisi va josus bo'lishga, shundaqla Uyg'ur siyosiy faoliyatchilariga qarshi jamoat fikr to'plab, ularni yetim qoldirishga qistash qatorliq turli rezil vositalarni qo'llanib kelganligini amaliy misollar bilan tafsili bayon qilib o'tdi. Xitoyning Germaniyadagi Uyg'urlar qaratgan chegara halqan bostirish siyosatining Germaniyaning davlat bexatarligi va omonligiga jiddiy tahdid selayotganligini ta'kidlab o'tgan Dolqin Aysa apandim, Germaniyadagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining va Uyg'ur jamoatining bexatarligiga kapolatlik qilish jihatda Dunyo qurultayining Germaniya federal hukumatidan bo'libmi Germaniya bexatarlik organlaridan kutadigan ba'zi konkret talablarni o'ttirib qo'ydi. 19 fevral kechda BDTning sobiq raisi Ban Ki-moon, Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Hillary Clinton qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan yuqori darajalik siyosiy arboblar Hollywoodning dunyoga tanilgan kino cho'lponlari, kishilik huquqni qo'g'dash asos tema qilingan va xalqaro mukofotlarga erishgan kino filmlarining rejissyorlari va bosh qahramonlari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullaridan bo'lib ko'p sonli kishining qatnashida o'tkazilgan 2024 yillik Berlin tinchlik film festivaliga taklif bilan qatnashgan Dolqin Aysa boshchiligidagi Uyg'ur hay'ati festival jarayonida Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonim, Germaniya federal parlamenti tashqi ishlar komitetining muavin raisi Ulrich Lechta, Hong Kongning surgundagi sobiq parlament a'zosi Netin Nao, Tayvanning sobiq kishilik huquq bosh elchisi Mason Yang qatorliqlar bilan ko'rishib, Uyg'ur masalasi bo'yicha qisqacha suhbatlashish imkoniyatiga erishdi. Festivalda Germaniya federal parlamenti tashqi ishlar komitetining muavin raisi Ulrich Lechta apandim, Ikkinchi dunyo urushining oxirgi mezgilda Gitlerga qarta ilib berilgan suiqasdning bosh qo'mondoni, dunyoga mashhur yakchashim natsist ofitseri Stauffenbergning o'z navrisini Dolqin Aysa apandimning yeniga boshlab kelib tanishtirdi va Dolqin Aysa apandim bilan birga xotir uchun suratga tushdi. Dolqin Aysa apandim boshchiligidagi qurultay hay'atining Berlin faoliyatlari yana bir qancha kun davom qiladi va bu jarayonda Germaniya tashqi ishlar ministrligida muhim uchrashish va suhbatlarda bo'ladi. Oljada qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti Milliy armiyasining Qozog'istonda hayotda qolgan qahramon jangchisi va g'ozisi Sodiqov Nurmuhammad apandimning 17 fevral shanba kuni o'zi yashayotgan Olmati oblasti Turgan yezisida 96 yoshida kasallik sabab bilan vafot bo'lishi Qozog'iston Uyg'urlarini cho'nqir azoblantirdi. Dunyo qurultayining oliy maslahatchisi va Qozog'istondagi jamoat arbobimiz qahramon G'o'janbarda boshchiligidagi bir qism qurultay vakillari Olmatidan alayda Turgan yezisiga berib, qurultay raisi Dolqin Aysa apandimning nomidan marhum ustozimiz Sodiqov Nurmuhammad apandimning oilasidagilardan hol so'radi va nazar chiroq ishlar uchun qurultayning atagan iqtisodiy yordamini marhumning oilasidagilarga topshirib berdi. Qahramon G'o'janbarda apandim 18 fevral kuni Turgan yezisida o'tkazilgan meyit namozida qilgan so'zida
1944-yildagi 2. Cumhuriyetimizni barliqqa keltirgan Sodiqov Nurmuhammad әпәндімге o'xshagan qahramon ajdodlarimizga va bu sharafli yo'lda shahid bo'lgan bütün aziz shahidlarimizga bütün Uyg'ur xalqi nomidan cho'nqur hurmat bildirdiganligini izhor qilish bilan birga, ularni abadiyan iftixorlanish va g'ururlanish tuyg'usi ichida yod etadiganligini va ularning jangovar kurash irodasiga sodiqlik bilan varislik qildiganligini ta'kidlab o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi va Qozog'istondagi jamoat arbobimiz Qahramon G'o'janbardi boshchiligidagi 1944-yildagi 2. Cumhuriyetimizni barliqqa keltirgan qahramon ajdodlarimizga va bu sharafli yo'lda shahid bo'lgan bütün aziz shahidlarimizga cho'nqur hurmatimizni qayta izhor qilamiz. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan ta'ziya so'zida Milliy armiya jangchisi Sodiqov Nurmuhammad әпәндімге Allohdan rahmat va oilasidagilarga sabr tilaydiganligini ifoda qilish bilan birga, shuningga ishonchimiz komilki, kurashchan Sharq Turkiston xalqi Sodiqov Nurmuhammad әпәндімге o'xshagan sonsizlagan qahramon ajdodlarimizning milliy irodasiga varislik qilib, hamon bir kuni yana o'zining mustaqil jumhuriyatini va milliy armiyasini jazman qurib chiqadi deb ko'rsatdi. Marhum ustozimiz Sodiqov Nurmuhammad әпәндім kasal bo'lib uyda davolanayotgan mezgillarda Qahramon G'o'janbardi va Erkin Ahmedov boshchiligidagi qurultay hay'ati bir qancha qatim marhum ustozimizni yo'qlab borgan va Dolqin Isa boshchiligidagi qurultay rahbarlik hay'atining salomini yetkazgan edi. Dünya Uyg'ur qurultayining nomidan sizga bu narsani sizga o'zingizniki ozroq sizga yordam sizga. Rahmat. Sizga cho'ng rahmat sizningki bizning milliy armiyani boshqa askar bo'lib bizningki xalqimiz uchun shu ish qilganimiz uchun sizga cho'ng rahmatimizni aytmoqchimiz. Rahmat. Rahmat aka. Sizlarga ming rahmat. Mana sizlarni har bir qadamingni 100 yil namoz o'qiganda o'qildi. Ilhom Tarabjon degan. Vatan uchun bosgan qadam 100 yillik ibodatdan ortiq bo'ldi. Vataning qo'lingda bo'lsa iymoningni qanday tutsa, millatingga qanday ko'rsa. Qarama Mayxonlarga meni. Eng birinchi muhimi men Uyg'ur degan odam uchun erkinlik, bo'stonlik kerak. Erkin bo'ston qo'limiz kelmaydi ekan, u bekor. Shuning uchun har bir vijdonli Uyg'ur uchun vatanning erkinligi uchun jinini qurbon qilib turish kerak. Shu qadam besish kerak. Dunyo Uyg'ur qurultayi, Shveysariya Uyg'ur jamiyati, Shveysariya Tibet do'stlik jamiyati, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Tayvan do'stlik jamiyati qatorliq tashkilotlarning birlikda uyushtirishi bilan Shveysariyaning italyanlar joylashgan shtati Tessinning Lugano shahrida 18 fevral kuni Xitoyga keskin nazar degan temada boshlangan cho'ng tipdagi bir haftalik birlashim faoliyatida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi eng asosli temalarning biri bo'ldi. Lugano kishilik huquq vaqfisining sohibxonligida boshlangan mazkur haftalik faoliyatning tunji kuni, ya'ni 18 fevral Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan tayyorlangan Şinjan saqchi hujjatlaridagi tutqunlarning rasmlari asos qilingan rasm ko'rgazmasi, film ko'rgazmasi ko'rsatildi. Hamda tutqundagi adib Voyitjon Osmonning qizi Ayqanot bilan kuy o'g'li O'tkirning qatnashishida madaniyat san'at faoliyatlari uyushtirildi. Buningga masalda yana mutaxassislar va kishilik huquq aktivlarining maxsus leksiya so'zlash faoliyatlari elib berildi. Shveysariya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi va Dunyo Uyg'ur qurultayi sayya komitetining mudiri doktor Andili Qarxalli apandi istansimiz qilgan so'zida bu qatimqi faoliyatning tashkillanishining Italyan rayonlarida Sharq Turkiston va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirishning asosli maqsad qilinganligini ifoda qildi. Oldiga Sharq Turkistonning ayoltuzliq ko'k bayrog'i bilan Tibet bayrog'i esilgan Aselo Siani madaniyat markazida elib berilgan bu faoliyatda cho'ng solinga jazo lageri shohidlarining bayoni, sun'iy amra xaritasi, binokorlar va tadqiqotchilarning qatnashishi bilan sizilgan Şinjanning jazo lagerlarini tekshirish va uning qurilmasi degan temadagi G'uljidagi bir jazo lagerining 10 necha metrlik rasmi qo'yilgan edi. Bu rasmda jazo lageridagi qiyin qistoq, kundalik hayot va ishlab chiqarish jarayoni aks ettirilgan. Shundaqli salonni cho'rdab Şinjan saqchi hujjatlaridagi tutqunlarning rasmlari tizilgan edi. Bu qatimqi faoliyatga sohibxonlik qilgan Luganodagi kishilik huquq vaqfisining boshlig'i Gabriella Giori xonim bu faoliyatni tashkillashning maqsadi haqida ma'lumot berib, mundaq dedi: "Bizning maqsadimiz bu yerdagi xalqlarning kishilik huquq dafsanchiliklariga bo'lgan tonishini o'stirish va Xitoyning hozirgacha davom qilayotgan Uyg'urlar, Tibetlar qatorliq millatlarga yurgizayotgan bostirishini bildirish, majburiy emgakning mas'uli bo'lgan Xitoyning arzon tovarlarining asli kelish manbasini ochib berish."
Bizning bu yerdagilar Uyg'urlarni bilsimi, ammo nurg'unlari bevosita uchrashib boqmagan. Biz bu faoliyat orqali bu yerdagi insonlarni Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchilikning dalillari va ularning madaniyati bilan bevosita uchrashtirib, Uyg'ur masalasiga ko'ngil bilishga chaqirmoqchi bo'ldik. Bu qatimqi faoliyatga yana Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi rasm ko'rgazmasi uyi, Tibet uyi, Tayvan, Hong Kong uyidan boshqa jazo lageridagi tutqunlardan boshdan kechiradigan qiyin-qistoq, majbur emgak va tutqunlarning rasmlik tushuntirilishi tasvirlangan film salonimi ta'sis qilingan. Tushdan keyingi faoliyatda cho'ng ekranda lager shoidi Qalb Nursidiqning bayonlari va chet el axborotlaridagi lagerlar tasvirlangan xabar, Xinjiang saqchi hujjatlaridagi tutqunlarning rasmlari tushuntirishlari bilan ishlangan 25 minutlik maxsus sin filmi qo'yildi. Ko'rmanlar bilan liq to'lgan film salonida yuzlagan shvetsariyaliklar va mutaxassislar bu filmdagi ko'rinishlardan sukunatga cho'mgan edi. Bu qatimqi faoliyatning tashkilotchilaridan biri shvetsariyalik advokat, sobiq harbiy ofitser, Syorix universiteti va Sankt Gallen universitetining xalqaro tijorat huquqi tadqiqot mutaxassisi professor Paula Bernasconi apandim bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Nima uchun biz bu qatimqi cho'ng tipdagi faoliyatni Luganoda ilib bordik? Chunki bu yerdagi odamlar o'ylaydiki, Xitoy bizdan bekmi yiroqda. Bizga nima bo'lmoqchi? Ammo bu xato. Xitoy Kommunist partiyasi Shvetsariya uchunmi o'xshashla cho'ng bir tehdit. Biz buni Shvetsariya xalqiga bildirishimiz kerak. Xitoy Shvetsariyadagi Uyg'ur va Tibetlik panohlanuvchilarni, hatto Shvetsariya fuqarolarini bostirishga urinyotidi, tehdit silyotidi. Shvetsariya universitetlari va maktablarida ishbiyonlik faoliyatlar ilib beryotidi. Shundaqla Shvetsariya hukumatining siyosatlariga ta'sir ko'rsatishga qarshilashga urinyotidi. Bugun dunyodagi cho'ng tema Hamas, Isroiliya, Putinning qirg'inchiligi. Ammo aslida Xitoy kommunist hokimiyati buningdan cho'ng tema bo'lishi kerak edi. Chunki Xitoy yillardan beri millionlagan Uyg'ur va Tibetni qirg'in qildi va qilyotidi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi va xalqaro ishlar direktori, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunun, Qurultay televiziyasining direktori va Uchur tashviqot markazining muavin mudiri Iftixor Abdurashid qatorliqlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati oldimizgi kunlarda Germaniyadan Lugano shahriga berib, mazkur haftalik faoliyatga qatnashadi va faoliyat jarayonida maxsus suhbat yig'ini, axborot e'lon qilish va muxbirlarni kutib olish yig'ini uyushtiradi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.